Ko'rpachagul, bilasizmi, men sizni yaxshi ko'raman. Sizga uylanaman. Sizga sovchi jo'nataman. Ha, kulishlaringizdan. Ana yoqqa ketasan, xullas. Otangga o'xshamay o'l. Uylanmasang nima qilasan qizlar dalda? Ular ham laqma siz chimoga ishonadi. Kirasiz uyga. Ko'zingni o'yib olaman agar yana bir marta. Mana shunday qilib qizlar bilan jo'sang, ha? Qani yoqdimi? Sam sochalarni ber ekan. Voy plas. Nesi? Ona. Sen ho'kiz yana qizlar bilan gaplashyapsanmi? Bo'ldi, tavba qildim. Boshqa qaytarmaydi. Boshqa qaytarmaydi. Yo'q, qaytarmaydi. Qilib insof bersin-da. Xullas, Ko'rpachagul, onam sizga uylanishimga qarshi. Uydan chiqmaydigan odobli qiz topdi. Shunga uylanaman. Bo'lim shunda o'ra ochiqmi? Kechagi olib bergan mehr samsangizga rozi bo'lasiz. Uylanmayotganing balo bormi silananda? O'ylang. Bo'ldi, tavba qildim. Ha, Shahzodaxon, qo'rmang. Bo'ldingmi, xotin ketdikmi? Alisher aka, onasi to'ydan oldin uydan chiqmagan xotinni olib beraman degandik-ku. To'g'ri topdilar, diskotekadan ko'chaga chiqmagan bu kishi. Yo'q, Alisher aka, siz doktor uchunmang. Adashganman-da, hozir tavba qilganman. Adushi. Men ham